Dasturimizni sport mavzusi bilan davom ettiramiz. Buxoro davlat texnika universitetida erkin kurash bo'yicha viloyat kubogi bellashuvlari bo'lib o'tdi. Unda qayd etilgan natijalar muxbirimiz lavhasidan o'rin egallagan. Buxoro davlat texnika universitetida Buxoro viloyati prokurori, O'zbekiston kurashlari assotsiatsiyasi viloyat bo'limi rahbari tashabbusi bilan 18-20 yoshli sportchilar o'rtasida erkin kurash bo'yicha viloyat kubogi musobaqalari tashkil etildi. Unda 10 ta vazn toifasida bosh sovrin uchun viloyatning barcha hududlaridan kelgan polvonlar kurashlarga kirishdilar. Dastlab turnirning qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi. Shundan so'ng sportchilar o'z vazn toifalariga ko'ra bellashuvlarga kirishdilar. Erkin kurash bo'yicha bo'lib o'tayotgan Buxoro viloyat kubogi bu saralash musobaqasi bo'lib, buni Navoiyda bo'lib o'tadigan O'zbekiston kubogiga saralash musobaqasi bo'ldi. 1, 2, 3-o'rinni olgan polvonlarimiz O'zbekiston kubogiga qatnashib, u yoqdan saralashdan o'tsa agar Jahon kubogi hamda Osiyo kubogiga qatnashadilar. O'tkazilgan bellashuvlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 57 va 61 kilogramdagi bahslar boshqalari kabi anchayin qizg'in va murosasiz kechdi. Xususan 61 kilogramda kechgan hal qiluvchi o'yinda Shahrom Karimov va Mironshoh Hakimovlar yig'ilganlari e'tiboriga ajoyib kurashni taqdim etdilar. Yakunda esa Shahrom Karimov g'alaba qozonib, musobaqa chempioniga aylandi. Xuddi shuningdek, raqiblaridan omadli va ustunroq ishtirok etgan sportchilar ham o'z vazn toifalariga ko'ra faxrli o'rinlarni egalladilar. Bugungi Buxoro viloyat kubogida yutdim. Trenerimni, ota-onalarimni yuzlarini yorug' qildim. Xudo xohlasa, Osiyo jahon chempionlariga shunday chempion bo'lish niyatimiz bor. Viloyat kubogi yakunlangach, turnirning taqdirlash marosimi ham bo'lib o'tdi. Unda g'olib va sovrindor sportchilarni Buxoro viloyati prokurori, O'zbekiston kurashlari assotsiatsiyasi viloyat bo'limi rahbari taqdirlab, ularga medal, diplom va qimmatbaho esdalik sovg'alarini topshirdi. Eslatib o'tamiz, ushbu musobaqada medallarni qo'lga kiritgan sportchilar O'zbekiston kubogi bellashuvlariga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanmaga ega chiqishdi.